Assalamu alaikum aziz muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Yine bir video bilen beysonlarga mulakat olup oturuptu men. Aslida muş iştimmi allaqachon ko'nglim qoldi, shunda bo'lsinmi? Mecbur oldum. Keçirgeysizlar. Hazır dünya gün tertibini meşgul kılavatkan en çoğun hadise koronavirüsü. Bu cihette kemininiz bir video ilan kıygan. Onun da dedim ki bu hadise Xitaylar için bir fırsatga aylandırılışı mümkün. Keyinki taraqqiyotlar bu qarashimni tasdiqlaydigan alomatlarni ko'rsatmoqda. U chog'dagi xabarlarda Xitoy ko'chmanlarini davomli Sharq Turkistonga to'shayotganligi to'g'risida edi. Va bundan boshqa Sharq Turkistondagi doktorlarni Xitoyga to'shayotganligi. Endilikda Xitoylarning ishga o'rinlashtirish niqobasida Sharq Turkiston yoshlarini yüz minglab sharqqa to'shishni davom qilayotganligi bilinmoqda. Demek Xitoylar bu hadisni fursatga aylantirib millatimizni balki boshqa barliq mahkum millatlarni tozalashda, shundaqla siyosiy tozalashda, ya'ni hokimiyatning dushmanlari bo'lgan Xitoylarni tozalashda foydalanadiganligi ro'shan bo'lmoqda. Bu hadis tüpeyilden içimizdeki mehriban münafıklar, ko'ngli yumshaq Xitoyparastlar, ikki ayrılmaslıkka ko'ngli moyil da'vochilar o'zining milliy taqdiridanmi bekroq, o'zining millatining taqdiridanmi bekroq mazlum bichara Xitoylarga hisodoshlik maydoni ifodalab, hech nomus qilmasdan bu mazmunlarda inkas qarash e'lon qilishyotgan edi. Keyingi taraqqiyotlardan keyin ular yanada shunday tutumlarda davomli bo'ldimi? Balkim xabarim yo'q. Xabarim bo'lmadi, lekin menga kelgan inkaslardan qaraganda yoki menga kelgan inkaslarni asos qo'yganda bu oq ko'ngil Xitoyparastlar davomli mavjud. Ular Xitoy hukumati bilan Xitoy xalqini ayirib muomala qilish tashabbusida mahkam turayotganligi bilinmoqda. Chunki bu hukumat bilan xalqni ayirib qarash, bir millatning hammasi umumyuzlik dushman bo'lmaydi deydigan qarash, men oldingi videoda deb o'tganimdek axloq va nazariya jihatdan to'g'ri. Shunlashqa buningga eslib olib boradi, buni tutqi qilib olib boradi bular. Lekin zulmga uchragan bir millat uchun hissiyotni bunda tizginligini bo'lmaydi. Zulmga uchraguvchi millat, istiloga uchragan millat, zulm sağıcı milletning, istilochi milletning hamma a'zolariga o'ch olishdan o'zini tutolmaydi. Bu tabiiy qonuniyat. Buni oldingi videoda faktlar orqali sharhlagan. Bugungi bu videoda mushtipayildim men bu bugungi mavzuni e'lon qilishga zaruriyat ko'ryapman yana. Xabaringlar bo'lganidek, bu ekrandan ko'rinib turgan bu mavzuni men ilgari kitobda yozgan bir mavzu, mustamlikachilarning orasidagi farqlar haqida boshqa videolarda buningga o'xshab ketadigan mazmunli bor aslida.
Bununla məxsus toxtuluşqa məcbur qıldı. Bəzi insanpərvərlik tonu qorunu alğan Xitaypərəstlər. Xitay hökumətindən ayırıb qarashqa layiq Xitay xalqını mən hazırgacha köp ko'rib bakmadım. Başqanını ko'rdingmi bilmayman, amma men ko'rmadim. Bizning halimizga hisidaşlıq qilayotgan, bizning mustamlika xalq ekanligimizni e'tirof qiladigan ma'sum Xitoylarni men ko'rmadim. Xitoy millati azaldan bir siyosiy gavda sifatida Xitoy millatining cho'nglik hirsi, kengaymish tabiati nuqtalarida har qachongi hukumatlar bilan azaldan o'rtaqlik ifodalab kelayotgan bir xalqdir. O'zining hukmron millatiga qarshi mazlum millatlar sifatida turgan Xitoylar uzoq tarixdan kunimizgacha hech ko'rilib boqmadi. Men boshqa mustamlikachilar bilan bo'lgan farq to'g'risidagi maqolamda tilga olib o'tdim. Boshqa mustamlikachilarda o'zining hukmron millatiga qarshi mazlum millat tarafda yer olganlar bo'ldi tarixda. O'zining hukmron millatiga qarshi mazlum millatlar sifatida turgan Xitoylar uzoq tarixdan kunimizgacha hech ko'rilib boqmadi. Hatto g'arb dunyosida Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi bir siyosiy kuch bo'lib turayotgan atalmish demokratchi Xitoylarmi ta bugungacha vatanimizni asli nom bilan atab boqmadi. Go'yo biz bilan bir fikrdek, go'yo biz bilan bir safda kurash qiladigandak bir xil qiyofat ifodalab Uyg'urlarga yaqinlashgan chog'lari bo'lgan bo'lsa-mu, fikr bayon qilgan chog'lari bo'lsa-mu, lekin Xitoylar mustamlikachi ajdodlari qo'ygan shu ismni atab turib bayonlarni qildi. Bu deganlik saxtipazlik bu. Besib olingan zimin deb e'tirof qilib boqmadi. Har qachon kommunizmga qarshi birlik saf bo'lish talablari bilan Uyg'urlarga yaqinlashganlarimi bunda e'tirofdan o'zini qochirib, avval o'rtaq dushman bo'lgan kommunist sistemga birlikda qarshi turish tashabbusi bilan niyatlarini niqoblab kelmoqda. Xitoylardagi bundaq o'z markazchilik, shovinistlik, irqchilik tabiat umumiy millat sifatida bir butunlikka ega milliy xususiyat bo'lib ifodalanadi. Xitoylarning irqchiligining hech qanday bir jahongir millatning irqchiligiga o'xshamaydigan darajada chekdan oshgan ishdan, ya'ni ichidan yoki botiniy tuslik ekanligi uning zahiriy tusi lam emas, botiniy tusi var. İkənligi. Onun anlıq bir milletçilik, yani nazariya arqılı, teşviqatlar arqılı yetildirilgan anlıq bir milletçilik. Hakimiyet yandaşlardan bo'ladigan anlıq irqchilikdan farqli. Angsızlıqqa sınıp ketken, yani qanğı sınıp ketken, savatlık, savatsız, hamma Xitoyga o'rtaq bo'lgan bir alohidlik ekanligini Tayvanlik bir maqolada yozgan. Bu maqolani Erkin Sidiq efendim özleştirme tercüme şekilde tunuşturgan Uyg'urchaga. Bundan başqa Xitoylardagi boshqa millatlar bilan qo'yiq insoniy munosabatda bo'lolmaydigan xalat xaraktermi Xitoylarning qo'sqiti har doim jinvoligi. Boshqa millatlarni mangu yot ko'radiganligini isbotlaydi. Biz o'z amaliyatimizda shuni ko'rdikki, Xitoylar bilan 50 yil bir binoda o'ltirsangizmi, orada qo'shnichilik munosabati shakllanmaydi. Eng munofiq ziyoda Xitoyparastlarmi? Xitoy do'stlarimi o'zining Xitoy do'stlari bilan qo'shnichilik qilib o'tolmaydi. Xitoylardan ishonchli do'sti bo'lgan kishilar
yok deyishga bo'ladi. Bular Uyg'urlarning ichida. G'arbda Xitoylar bilan aralashadiganlar ichida bormi yo'qmi kesib aytmoq tez. Balkim g'arblik millatlar bilan do'stlashadiganlar bo'lishi mumkin. Ammo bizda bunday kishilar yo'q. Bo'ldi deyilganda bu saxta do'stlik bo'lib, manfaatdorlik, foydalanish maqsadli do'stlikdir. Endi biz ruslarni kuzatadigan bo'lsak, O'rta Osiyo xalqlari bilan o'zaro qaynashib ketganligini ko'ramiz. Bir siyosiy kuch sifatida Rossiya yoki Sovet ittifoqi O'rta Osiyo xalqlarining dushmani bo'lsa-mu, odatdagi fuqaro sifatida ruslar yerliklar bilan do'stlashib o'talaydigan insoniy fazilatlari bo'lgan bir xalq ekanligini ko'rish mumkin. Bizdagi qiyomatlik do'st deganga o'xshab ketadigan, bir-biri uchun jon fido qiladigan ishonchli do'stlik munosabatlarimi shakllanganligini ko'rish mumkin yerliklar bilan. Men Bishkekda bir uyni ijara olib 3 oymi 4 oymi o'tirdim. Har doim binoga kirib chiqishda rus qo'shnilar salom qiladi. Здравствуйте. Здравствуйте. yoki привет deyishib o'tadi. Bu demak aralashqili bo'ladigan bir xalq ekanligini, ya'ni bir insoniy his tuyg'u xalq ekanligining oddiy bir yansımasi bu. Salom soat qilish. Ammo Xitoylar salom soatni bilmaydigan, qo'shnidoshlikni bilmaydigan, bo'libmi boshqa millatlar bilan hargizmi bunday yaqin munosabat o'rnatilmaydigan, ham o'rnatishni xohlamaydigan millat. Bunday millat dunyoda yakka yegona bo'lishi kerak. Faqat Xitoylar. To'g'ri, Xitoylar salom qiladi deysizlar. Ishlamayor. Tamoq yedingmi? Xitoyning salimi. Dunyoda manda bir salom. Agar bor deyilsa, bu salom faqat ashbiy salom bu. Tamoq yedingmi degan. Bo'lmasa umi yo'q, shu iskak uyda o'tishaveradigan gap. Kardurning ishkida. Oldingi yozmishlarimda va oldingi videoda ham milliy o'chmanlikning tabiiy unmaydiganligini faktlar bilan aytib o'tgan bo'lsam-mu, bu mehribon Xitoyparastlarni qoyil qilolmagan. Shuni deymanki, va bu tarixiy faktlar orqali sabitdirki, urush vaziyatidagi ikki millat orasida bir-birini iblislashtirish, ya'ni odam emas deb hayvonlashtirish yoki iblislashtirish bekma aqalli bir ish bu. Qarindoshlar, buni hayron qolishlik yo'q aslida. Biz Xitoylar bilan urush holatidagi ikki millat hisoblanamiz. Urush holatida biz. Faqat biz imkoniyatsizligimizdirlar. Urushmayotgan bilan biz urush holatida biz. O'zaro urush e'lon qilgan ikki davlatga o'xshashlanamiz. Agar bizning imkoniyatimiz bo'lsa-edi, armiyamiz, qurol yaroqlarimiz bo'lsa-edi, so'qishayotgan bo'lardik biz Xitoy bilan. Bu taki 1878dan beri bu urush holati davom qilmoqda. Texi biz uni tanag'animiz yo'q. Mag'lubiyatni. Texi biz bu qulluqni tanag'animiz yo'q. Texi biz bu Xitoy hukumatini bizning hukumatimiz bizga vakillik qiladi deb tanag'animiz yo'q. Undaqkan Zozongtang davridagi ash urush hozirmi kuchga, hozirmi shu davomlashayotgan bo'ladi, ruhimizda davomlashayotgan bo'ladi. Gerçi biz armiyamizdan ayrılıp kalıp, imkanlarımızdan ayrılıp kalıp, boysunğandek ko'rinayotgan bo'lsak-mı, biz urush holatidagi ikki millat hisoblanamiz. Andaqkan urush holatidagi ikki millat, urushayotgan ikki millat, dushmanlik ustidagi ikki millat bir-birini iblislaştırdı. Bu dünyanın tarixida
her qandaq zamandaki urushayotgan millatlarga qarasanlar teşviqatlarda odatdagi so'zlarida qarshi tarafni nima deb ataydiganligiga qarab baqsanglar buni tushunsizlar. Biz Xitoylarni iblislaştırsak nimasiga xato bu? Boshqalar qilsa to'g'ri, bizga kelganda xatomi? Ikkinchi dunyo urushida natsistlar o'zi urushayotgan millatlarni nima dedi? Buni hayvonlashtirdi. Uni odam deb qaramadi. Shunga uni o kadar qirg'in qilsa, qatl qilsa to'g'ri edi. Ularning nazariyasi bo'yicha. Xuddi shunga o'xshash bu qirg'inchilik uchragan millatlarmi nemislarni odam deb hisoblamaydi. Nima uchun? Pakt o'tirdi. Agar u odam bo'lsa, o'ziga o'xshash bir odamga bu qadar zulmni qanday ravo ko'rdi? Buni odam degili olmaydi. deb qaraydi. Xuddi Xitoylar Yaponlarni alvasti. Yaponlar bo'lsa Xitoylarni najerin deganga o'xshash. Tajovuzchilar bilan tajovuzga uchirg'uchi millatlar orasida bir-birini iblislashtirish, ya'ni odam emas deb sifatlash hem o'chmanlikdan barliqqa kelgan bir formula bo'lsa, hem qarshilikni qonuniylashtirish yo'lidagi tashviqotning ehtiyojidir. Yani masalan nemislar başka milletlarni qirg'in qilganda boshqa millatlarga insoniyat qalbidan chiqqan zulmlarni qilayotgan vaqtida ularni iblislaştırmasa bu qilayotgan qilmishlarini tushundiği olmaydi. Odam deb turib o kadar zulmni qilg'ilib olmaydi. Buning uchun uni iblislashtirish kerak. Xuddi shunga o'xshash Yaponlar bilan Xitoylarning munosabatidami ayni mazmun kuchga ega. Bu ish o kadar normalki, hech bir millat urush holatidagi davrda bizdagi munofiqlardek istilochi millat uchun advokatlik qilmagan. Bizning boshqalardan farqimiz bu yerda. İblislaştırışda o'xshash, hammaylar iblislaştıramiz urushayotgan millatlar bir-birimizni. Lekin farq nima? Istiloga uchragan millatlar boshqa millatlar hech qachon tajovuzchi millatlar uchun advokatlik qilmagan. Ya anda desak bo'lmaydi deyman. Anda deb işte yoqda desak bo'lmaydi deyman. Deb advokatlik qilmagan. Fakat bizdeki munofiqlik qilyapti bu advokatlikni. Puxra sifatida Xitoylarning qandayligini hammamiz nayt obdan bilamiz. İnsaniyetning yuz qarasi. Bugungacha odam go'shi yeyishdan to'xtamagan yavoyi, yam turkchiligi, inglizchiligi cannibal bir xalq. Ama o'zlarini eng mukammal odam, boshqa jismiy xalqlarni mukammal bo'lmagan insan bilen hayvan arasındaki bir seviyede gördüğün bir millet. Bunun qarta xalagan miqdarda amaliy misallarını görgenmiz hayatımızda. Xitoylarning ademi sifatlar haqida. Başka mustamlikçi milletler bilen Xitoylar arasındaki farq nede? Başkalarda haqqaniyet duygusu var. İnsani vicdan var. Ama bu noktada Xitoylarning ba'zilari itiraf qilgandek Xitoylarda vicdan ve hakkaniyet duygusu kemçil. Ben neçe qitim misal qilib deb berdim Abisonliga 2002 yılı 10 ayının 30 kunidagi Erkin Asiya radiosunun uyg'urchisi barini inqilobini bostirishga qatnashgan bir askarni ve onun advokatini ziyorat qilgan. Bu askarning yalg'on ismi bo'lishi kerak Jang Juntao. Jang Juntao degan askardan qochgan Jang degan gap.
Şunun qaraganda yalğasın buluş kerak. Onun advokati aşı bizning Uyg'ur muxbirimizningki ziyoratida o'zi dedi bu gapni. Men ularni haqorat qilish uchun demayapman. Xitoylarda vijdon va haqqoniyat tuyg'usi kamchil dedi. Ishonmasangiz shuni topqilib olsa, shu ziyoratni anglab baqsangiz bo'ladi. Ya'ni vijdon va haqqoniyat tuyg'usi kamchil bo'lgan bir millat. Umumiy millat sifatida hokimiyatning tarafini tutadigan birdan-bir millat bu Xitoy degan. Qarindoshlarga tamasha o'xshab bir misolni beray. Ömer Muxtar deydigan bir kino var. Amerika ishlagan kino bu. Hikoya film. Buni ko'rganlar har holda xili ko'p. O'zi nihoyat yaxshi ishlangan kino bu. Mushundaq bir filmni ishlaganlarning musulmon emasligini nazarda tutganda, bu bir vijdon va haqqoniyat tuyg'usining mahsuli deyish mumkin. Shu filmning o'zinimi. O kadar adalet ve muamele qilib bir musulmonlarning bir qahramonini o kadar yüksekleştirib, g'oyiviylashtırib ko'tarib chiqqan bir film. Mushu nuqtadanmi insonning vijdon va haqqoniyat tuyg'usining qanday bo'lganligini faraz qilish mumkin. Ammo mening demoqchi bo'lganim, meni ta'sirlantirgani nima desangiz, bu emas. Bu hali yodimga yetib deb qoldim. Bu filmni ishlaganlar Amerikalik bo'lishga qaramay o kadar adillik bilan, haqqoniylik bilan bir musulmon qahramonning tipini yaratganligi masalasi hozir yodimga yetgan masala. Asli meningki demoqchi bo'lganim, meni ta'sirlantirgan masala nima desangiz, Ömer Muxtar en ahirida, kinoning ahirida darg'i esib şehit qilinadi. Darg'i esiladi. Tutilgandan keyin. U darda esiliqlik beti qoladi. Odamlar taqilgan vaqtda İtalyan qo'mondan Ömer Muxtarning esirlik jasadi oldida askarcha salom berib, bu qahramonga o'zini, ya'ni bu qahramon kim? O'zini yillarcha ahmoq qilgan dushmaniga ehtirom bildirdi. O'ylab bakinglar. O'zi bilan yillarcha urush qilgan bir dushmanga ehtirom bildirishni nima deb tushunish mumkin? Sizlar buni qanday mulohaza qilasizlar? O'zingni sinab bakinglar. Yana yaqinda men YouTube'dan Xitoycha Yapon qarshi urush tasvirlangan ko'p qismliq bir film ko'rdim. Nayt ko'p sondagi bir Yapon qo'shini, nayt az sondagi bir bo'lik Xitoy askarlari bilan bak uzoq turkishdi. Shunchalik qattiq qarshilik qilishdiki, Xitoylar Yaponlarni charchitib yetadi. Oxirida Yaponlar barliq Xitoy askarlarini qirib tashlab, bu pozitsiyani ishg'ol qildi. Birmi tirikjon qolmagan, o'liklar bilan to'lib ketgan pozitsiyaga yetib kelgan Yapon qo'mondoni askarcha salom berib, o'zi bilan qahramonlarcha jang qilgan Xitoy askarlariga ehtirom bildirdi. Uning qarshi barliq Yapon askarlari askarcha chas berib, ehtirom bildirdi. Dushmaniga ehtirom bildirgan bu hikoyami Ömer Muxtarga ehtirom bildirgan o'sha İtalyan qo'mondonning o'sha voqeasiga o'xshash bir mazmunga ega. Shundaqla bu ehtirom berish harakatini barliqqa keltirgan harakatlantiruvchi omilmi? Ya'ni ichidan shunga undigan ruhiy omilmi o'xshash. Ikkili voqea. Nima bu harakatlantiruvchi omil? Bu vijdonning buyrug'i bu.
insoniylik bu. Bir harbiy uchun buyruqni o'rindash go'yo ilohiy bir burchdir. Askarlikka shunaqa bo'ladi. Buyruq uning uchun buyruqni o'rindash ilohiy burch. U buyruqqa bo'ysunish kerak. Beshini qo'ltiqqa ilib turib dushmanni yengish vazifasi bor. Vazifa e'tibori bilan harbiy burch nuqtasidan dushmanni yengan bo'lsa-mu, vijdon va insoniy tuyg'ulari uni dushmanni haqqoniylik bilan baholashga, garchi dushman bo'lsa-mu, uning qahramonligini haqqoniylik bilan e'tirof qilishga, bu qadar ta'sirli bir qahramonlik oldida egilishga undigan omildir. Qoyillik u. Gerçi raqibi bo'lsa-mu, o yillarcha, o qadar uzun vaqt jon tikib kurash qilgan ruh ta'sirlantiryotadi. Bir inson bir narsaga ta'sirlanadigan bo'ladi. Chunki insonda yurak bo'ladi ku. Yurak o'zi bir parcha go'sht, agar ishqiy bo'lmasa degan bir bit vaqtda ko'niladi. Shunga o'xshash. Endi bu holni Xitoylardan kutish mumkinmidir? Mushundaq bir holni Xitoylardan kutish mumkinmidir? Buni mening xulosa qilishimning o'rni yo'q, qarindoshlar. Hammanglarning ko'ngliga shu ayanki, Xitoydan iborat bu millat bundaq haqqoniyat tuyg'usi hargiz bo'lmaydi Xitoyda. Bundaq bir erkakchi harakat Xitoylardan asla va asla kutilmas. Yana ashuningdek bir Xitoy filmida ki bu Xitoylar o'zlari ishlagan film. Maqsadi yaponlarni vahshiy qilib suratlab, millatchilik tuyg'usi uyg'otish maqsad qilingan tashviqot film ekanligini esda tutinglar. Va mushunda bir filmda turmadagi bir kommunist og'rib qoladi. Yaponlarning turmasida kommunist og'rib qoladi. Aslida yolg'on og'riq bu, doktorxonadan qutqizish asaraq o'g'achqa sirtdagi kommunistlarning o'rinlashtirishi bo'yicha kasal bo'lib olgan. Bu kasal mahbusni doktorxonaga olib boradi. Yaponlar. Shu vahshiy deb tasvirlanayotgan shu yaponlar kasal dushmanni turmadan doktorxonaga olib boradi, qarindoshlar. Bu selishtirma qaranganda. İnsanlarda bo'lsa kerak, kamplar haqidagi xabarlar maydonga kelgandan keyingi xili ko'p xabarlarda tutqun qilish uchun o'ylariga berib, kasal bo'lib doktorxonada yetib qolganligini uqqandan keyin doktorxonadan kasal karvatidan tortib to'g'izib turmaga olib ketganligi bayon qilingan. Hatto bir bolaning 17-18 yoshlik bir bolaning dadasini bultu şu vaqt emas, bultu balasının haraq içishini cheklaganligini birisi deb qo'ydi. Balasini haraq ichishdan cheklagandi deydi. Shuning bilan u bultuqi aşı jinoyat uchun balasini haraq ichishdan cheklaganligi jinoyat bo'ladi. Bu yil uni tutqun qilmoqchi bo'lib, uyga borsa topolmaydi uydan va deydilarki, u odam kasalda yotoqda yetib qoldi doktorxonada. Deyildi ve onu doktorxonadan kasal karavatidan tutup turmaga olib bordi, qarindoshlar. Yani Xitoylar vahshiy qilib tasvirlashga urinayotgan yaponlar resmi ve oshkora bir dushmanni, bekitilgan, muqimlashgan bir dushmanni kasal bo'lib qopti deb turmadan doktorxonaga olib borgan bo'lsa, resmiy dushman ekanligi muqimlashmagan fuqaro salohiyatidagi kasal Uyg'urni doktorxonadan turmaga olib bordi. Mehribon Xitoylar. Bizga ozodlik etgan Xitoylar. Bizni qutqizib olgan Xitoylar. Bizga yordamga chiqqan Xitoylar. Bu selishtirmani tafakkuringizda taxmi cho'nqirroq mulohaza qilib ko'ringlar.
bu mulohaza qilayotgan vaqtingizda kinoni Xitoyning o'zi ishlaganligini hargiz nazardan saqit qilmanglar. Ya'ni u Xitoylarning Yaponlarni texmi cho'kirish, texmi idlislashtirish, texmi vahshiy ko'rsatish uchun ishlagan bir film o. Aşı filmde ko'rinayotgan bu vahshiy Yapon bugungi mushu asrdagi mehribon Xitoyga qaragan chog'da %100 insonparvar ekanligi ko'rilmoqda. Qarindoshlar, mehribon Xitoylar insonparvarlikda ulga. Xitoylardagi insonlik tabiat haqida bugun torlarda Xitoylarning o'zlari tarafidan yozilayotganlarmi aslida yetarli sinoq savoli bo'la oladi. Munofiqlar uchun. Lekin bularni ko'rmayotgan bo'g'ini bulg'unishning, qulluq tabiatning singish darajasining qanchlikligini ko'rib olishimiz uchun aynakdir. Bulardan boshqa Xitoylarning qandaq suratdagi maxluqlar ekanligini suratlaydigan yana bir misol. Tarixdan. 1946-yili 11 bitim imzolanib, Ahmadjon Qosimi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining taqalganligini jakalab, o'lkalik hukumatni qabul qilib, Gomindan bilan birlashma hukumat bo'lib, muavin o'lka raislik salohiyatini olgandan keyin Jang Jijong, Ahmadjon Qosimi, Isa Yusuf Alibtekin deganlar aralashgan bir o'mak sifatida Janubni ko'zdan kechirish safariga chiqdi. Bu safar jarayonida Kucha, Aqsu, Qashqar, Xotanlardagi Xitoy askarlari hukumat vakillari ichidagi Uyg'urlarni ko'rib taqat keltirolmay qoladi. Chunki Xitoylar shu kungacha taki Zozongtandan shu kungacha Uyg'urlarning rahbar sifatida ko'ringan ahvol mavjud bo'lmaganligi uchun Xitoylar qabul qilolmaydi buni. Askarlar qabul qilish, buni qabul qilish Xitoy irqchi tabiatiga eg'ir kelayotganligini yo'shilmaydi. Oshkor qarshilik bildirdi Xitoylar. Xitoy askarlar. Arastash o'zlarining generali Jang Jijong bor ahvolda. Ashunun yüz xatirisini qilmay, u qadar hurmatsizlik qiladi Xitoylar. Ularning noroziliklarini besish uchun Jang Jijong o'zining hamrohlaridan ayri Xitoy askarlariga nayt maxfiy bir nutq so'zlaydi. Nutq teksti keyin brishur sifatida besilib Xitoy askarlariga taqdirladi. Ammo yerliklarning qo'liga tushib qolmaslik qattiq topiladi. Brishur ustida qat'iy maxfiy degan belgi bo'ldi. Isa Yusuf bu brishurni qo'lga tushirgan keyin u yerdan qaytib ketgandan keyin bir yo'llar bilan buningdan bir tal topgan. Chet elga olib chiqqan Isa Yusuf Alibtekin bu brishurni. Aslimisini yozayotgan 1980-yilda bu brishurning hala borligini yozgan ekan. Menda bor deb yozibdi. 80-yil yozilgan, 85-yil nashr qilingan aslimisida bu brishur texi bor mening qo'limda, bor uyamda deb yozibdi. Va aslimisida Jang Jijongning nutqidan ba'zi mazmunlarni bergan. Deyishcha Jang Jijong nutqida Xitoy askarlarining Uyg'urlarni boshliqlik mavqesida ko'rishga taqat yetmagan sho'nish ifodalariga qarata ularni taskin toptirish uchun biz Xitoy biz, unutmanglar, biz degan Xitoy degan so'zni ko'p takrorlaydi. Biz degan Xitoy degan nima ma'noni bildirdi? Qarindoshlar,
Yani biz Harvard'ı toşqan aladigan xalqmiz deganni aslatish mazmunida takrorlaydi buni. Uyg'urlarga berilgan navbatdagi huquqlarning bir aldamchilik ekanligi, vaqtliq hal qilish chorasi ekanligini aytib o'tadi va kelgusida buni oshirib qisos elib, mushuning hammasini qaytarib oladiganligini yo'shilmaydi. Qisosning hassilab elinadiganligi. Texmi muhim bo'lgani Jang Jijung bu nutqida Xitoylarga Sharq Turkiston masalasining mohiyatini ochiq va to'g'ri bayon qilib turadi. Sharq Turkiston masalasi zada nima masala? Bugungacha bir Xitoyning hech og'zidan chiqmagan gaplarni bu yerda qiladi Jang Jijung. Bu bir milliy masala. Davlat masalasi. Besivelengan zemin ekanligi rost. Sharq Turkistonliklar Xitoy emas, bu miras Jungha millati developperimiz emas deganlarning hammasini aniq bayon qilib, biz Xitoymiz. Yana takrorlaydi bu biz degan Xitoy. Shunga bularning hech birini e'tirof qilmaymiz deydi. To'g'ri bo'lgan, yuqorida sanab yuzib bu to'g'ri deydi. Bu boshqa davlat deydi. Biz besib olgan deydi. Bunu biz Jungha millati developperimiz ama emasligi rost. Buni biz davlat ichidagi masala deb olib boramiz. Bu bir milliy masala emas deyapmiz, ammo buning milliy masala ekanligi rost. Ammo biz degan Xitoy. Biz degan Xitoy. Chunki biz Xitoy deydi u Xitoy. Tarixdan beri bularni biz e'tirof qilmay keldik va bundan keyin e'tirof qilmaymiz. Agar birisi bu milliy masala bo'lmasa, nima uchun Sharq Turkistonliklar Xitoylarga qarshi qo'zg'olon ko'tardi desa, biz har zaman ular bizni suyidi, faqat chet el kuchlari, ruslar, inglizlar, turklar ularni kuchga o'tidi. Bo'lmasa ular bizdan ayrilishni xohlamaydi deb javob berib keldik. Çünkü biz Xitoy. Boshqa mustamlikachilar milliy masalalarni hal qilishda federatsiya, oliy muxtariya shakli bilan, hatto tamoman chekinib chiqib ketib mustaqilligini e'tirof qilish bilan bir taraf qilgan bo'lsa, biz hargiz unda qilmaymiz. Chunki biz degan Xitoy degan mazmunlarda so'zlaydi. Bu mazmunlarni qisqacha Iso Efendi aslimisida bayon qiladi. Bu berişir ko'rinib turganidek bir hokimiyatning vakili bo'lmuş bir Xitoyning e'tiroflari va bu haqda ko'z yumishdiki Xitoy xos haqqoniyatsizlikning ochiq iqrornomasi bo'lib, davomizda intayin muhim roli bo'ladigan bo'lsa-mu, Iso Yusufdek bir davo lideri, bir mashhur bir cho'ng yo'g'on lider berişir nashr qilinib 40 yil o'tgan chog'da tehichi men buni imkonim yordasi tarjima qildirib nashr qildiraman deb o'ltirganligi kishini echindirdi. Bir berishirni nashr qilgudek imkoniyati bo'lmabdi. 40 yil ichida Iso Yusufning bu qadar muhim bir hujjatni va bu 40 yilni o'tib ta bugungi kelguncha bu berishir yo'riqlik chiqmadi qarindoshlar. Bu mavzuga munosabatsiz bo'lsa qistirib qo'yay. Bugun kuchimi bu berishir vujudga chiqmadi. Tarjima qilinib Uyg'urchasiga e'lon qilinmadi. Qilingan bo'lsa ko'rdik emasmi, qilinmadi. Demak, bir liderdagi avval bu qarindoshlar. Bir liderdagi bir narsaning qimmatini, muhimlik darajasini ilg'i qilish angliqligining avvali bu. Onun için kılınmadı bu. Yeydiğen nanның pılığı kılış gerek asıl onu. Eğer o lider, üzünün davasını sadık lider olsa. Eğer onun evlatları şunu bir şunu tapalap, bana tavşursa, men kılay, men ne yeydiğen pılımga, men neşir kılay. Bununla kapalet bir aleyme.
Bu kişini intayin içindirdi. Şuğunusu bu adam dünyadan ötküçümü ta bugün künükçe Xitayning maxfiyetligi sadoqat bilan saqlanib bugunga kelgan. Xitayning maxfiyati aslida bu. Bu maxfiyatni bizning bir liderimiz ta bugunga saqlagan. Dunyoga oshkorlamagan yo'q. Bu mazmunlar chetnab ketdik. Meselenin içinişlik tarafi ayrım bir mevzu aslında. Buna hatta neçə gün sözlesek mi buladı bu broşürünün neşr kılınmaslığı hakkında. Ama şu anki mevzumuzga kerak yeri şu ki, yana bir meşhur Xitayning ochiq iqroridan ko'riladigan Xitoy tabiati. Bizning mavzumuzga munosabatli yeri bu. Xitoy tabiati. Bularni Xitoyning ishti bo'lishga, bel bağlagan Xitoyparastlarning rayini qaytarishga yetmasa, mush deganlarimizning hech birisi. Nima degilik buni? Bu odamlarning eyoladigan yeri qolmagan bo'ladi. Uyg'urchada eyolmaydi bu deymiz bu. Xitoychisiga bu nima deydi buni? Bukejuyo. Qutquzuvagidek doğru yo'q yoki doğru shifo qilmaydigan, doğru shifo qiladigan yerdan o'tib ketgan degandek bir holdir bu. Qarindoshlar, har qanday bahona sabab bilan pardozligini bo'lmaydi buni. Xitoyparastlikni har qanday bir sabab bilan yoshirishga urinsa, u bilinib qoladi. Çünkü Xitoy boshqa hech qanday mustamlikachiga o'xshamaydi. Men kino ko'radigan bir kisilim bor dedim sizlarga, bir xil tutqoqliqdek nayta amraqman kinoga. Bularni urush kinolariga, Ikkinchi dunyo urushining kinolariga. Nayta ko'p ko'raman. Uning men biladigan tilda gap kelsa, bilmaydigan tilda kisini ko'raveraman hatta. Men bunu bir yerde fakatla iş pişik için mi görmeyemem bunu. Bir edebiyat noktasından küzdüşelip var hemen. Çünkü bunun senariyası bir edebiyat mahsulatı olganlığı için edebi icadiyetki münasebetlik. Bunun kayarlarından ait yaxşı kıyılan kayarlarını etleştirmegen degendek. İkincisi, uruşuvatkan iki millet münasebetiga dikkat qilib, daim tajovuz uchrayotgan millatning o'rniga o'zimizni qo'yaman. Tajovuzchining o'rniga Xitoyni qo'yaman va ashunda ko'raman buni. Jiqchaqilda bu Xitoy deganning bu faşist deganlardan 100 hassa eşib tushirganligiga ashkinoldin dalil topaman. Eğer siz aşında dikkat bilen görsanlar tapalaysızlar. Xitoyning en tinch sharoitlarda, ama 80 yillarni ko'z oldingizga keltiringlar, Xitoyning en erkinlashgan zamoni. Uyg'urlarning diniy jihatdan, hamma jihatdan qo'yib etilgan butun Xitoy tarixidagi en erkin davri shu 80 yillar. Aşı davriga selishtiringlar hatta. Urush davridagi tajovuzchi bilan tajovuz uchirgan millatning munosabatini bizning o'sha davrimizga selishtirsanglar, Xitoylar yana ustun chiqadi ash tajovuzchidan. Ashining qaraganda insoniyatsiz chiqadi emasmi? Ishonmasanglar, o'zinglar ko'rib sinab qilinglar. Mushu darajaga Xitoyga advokatlik qilayotgan ablahlarni kechirishga bo'lmaydi bu. Yani ular işte oluşqa razı. Xitoyning işte bo'lishga razı, Uyg'ur bo'lishga roziligi yo'q-da. Vaqtinlarni aldım, kechiringlar. Hammanglarni Allohga topshirdim. Niyat qilgan ulug'vor ishlaringizda Alloh muvaffaq qilsin. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.
Xeyr, xoş.